Voy, men makani ham ko'rinishdan italyanskiy stilga tuzumsiz, charchani ishlab chiqishim 5000 to'qqiz olsak bo'ladimi aka? Sal shoshib. To'xtang aka, bo'yingiz nechi? 180. Modeliga qiziqasizmi aka? Oldin qiziqqanmiz hozir. Xo'p aka, qarang, kameraga olamiz. Biz Z Motors agentствосimiz. Agar xohlasangiz yoki 2 minut ichida siz modelni qiziqtirib qo'yamiz. Nima deysiz aka? 5 minut. Mayli, 5 minut bo'lsa tezroq bo'lsin. Bo'ldi. Qarang, hozir o'zingiz bilganingizdek bitta ikkita narsa ko'rsatib bersangiz, modelga oid, keyin do'posini qo'yamiz. Xo'p aka, siz o'zingiz yurishingiz ham yaxshi ekan. Keling, endi modelning qonun qoidasi bo'yicha yurishni o'rgatamiz. Mana aka, ko'rishingiz mumkin do'poslasini mana. Birinchi yurganingiz, bu ikkinchi yurganingiz. Sekin modelingni boshlab olsam ham bo'lagani o'sha. Ha, aka, ko'rdingizmi? Shuncha modelli kerak. Endi yurishingiz ham kiyinishingizga mos bo'ldi. Qolsa Z Motors akademiyasida kutamiz aka. Albatta.